Quyidagi keltirilgan qatorda elementlar atomlarining radiusi qanday o'zgaradi? Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, brom, xlor, ftor. Demak, shartini yoza olamiz va atom radiusi. Mendeleyev darajasi jadvalida atom radiusi mana ko'k bilan ko'rsatilgan Fransiyaga tomon ortadi. Ya'ni pastga va chapga ortadi. Pastga va chapga ortadi Fransiyaga tomon. Teskarisi kamayadi. Endi litiy, natriy, kaliy, rubidiy shu yergacha pastga qarab yuribdi. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy pastga qarab yuribdi. Demak, ortadi atom radiusi. Endi brom, xlor, ftor. Brom, xlor, ftor. Brom, xlor, ftor. Tepaga qarab yuribdi. Ya'ni ftor tepada, brom, xlor, ftor. Va atom radiusi pastga ortadi. Pastga ortadi. Tepaga emas. Tepaga kamayadi, demak, teskarisi. Va javob rubidiygacha ortadi. Rubidiygacha atom radiusi ortadi. So'ngra kamayadi. So'ngra kamayadi. Javob to'g'ri kelar ekan. Qolgan javoblarni ko'ramiz. B ortadi. Faqat ortadi emas. C bromgacha kamayadi. Bromgacha kamayadi emas, ortadi mana. D javob kamayadi. Faqat kamayadi emas. Demak, to'g'ri javob A variant bo'ladi.